Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men boshlang'ich ta'lim metodika kafedrasi o'qituvchisi Panjiyeva Motka. Bugun sizlar bilan ta'limda STEM, ya'ni STEM asoslari fanidan quyidagi mavzu bilan tanishib o'tamiz. Mavzuyimiz tabiiy fanlarni o'qitishda STEM texnologiyasidan foydalanish uchun tavsiyalar. Ushbu mavzu yuzasidan biz quyidagi rejalar bilan tanishamiz. Birinchisi, dars jarayonida STEM yondashuv. Ikkinchi rejamiz, boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEMga asoslangan mavzular haqida umumiy ma'lumot. Keyingi rejamiz, boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEMga asoslangan mavzular ustida ishlash. Ushbu rejalar asosida biz mavzumizni o'tamiz. Demak, STEM texnologiyasining asosiy tamoyillari nimalardan iborat? Birinchisi, science, tabiiy jarayonlarni tushuntirish. Ikkinchisi, texnologiya, innovatsion vositalar. Keyingisi, muhandislik, qurish va turli xil tajribalar. Keyingisi, san'at, bu ijodiy yondashuv. Keyingisi, matematika, ya'ni hisob-kitob va mantiqiy tafakkur. Dars jarayonida STEM yondashuv qanday amalga oshiriladi? Biz tabiiy fanlarda STEM yondashuv asosida dars o'tganimizda birinchi navbatda tajribalar o'tkazamiz. Bular quyidagilar, ya'ni biz tajribani suvning bug'lanishi, o'simliklar o'sishi va shu kabi turli xil tajribadan foydalanamiz. Keyingisi, loyihalar ustida ishlaymiz. Ya'ni, misol uchun quyosh panellarini yasash. Keyingisi, modellashtirish, ya'ni mavsumiy almashuv, ya'ni turli xil mavzularni, kichik maketlarni yasash bilan shug'ullanamiz. Keyingisi, interaktiv darslar, ya'ni 3D texnologiyalardan foydalanish kiradi. Amaliy tavsiyalar, ya'ni ushbu mavzularimizni biz STEM asosida o'tadigan bo'lsak, quyidagi tavsiyalarni berib o'tamiz. Birinchidan, o'quvchilar bilan loyihaviy ishlash. Ikkinchisi, tabiiy fanlarni san'at bilan bog'lash. Keyingisi, turli xil tajribalarni darslarga tatbiq etish. Keyingisi, raqamli texnologiyalardan foydalanish. STEM ta'limining afzalliklari nimalardan iborat? STEM ta'limining afzalliklari, birinchidan, ijodiy fikrlashni rivojlantirish. Ikkinchisi, muammoni hal qilish ko'nikmasini shakllantirish. Chunki o'quvchilar tajribalar va loyihalar ustida ishlagan paytlarida o'sha berilgan topshiriqni, muammoni o'zlari yoki jamoaviy hal qilishga urinishadi va muammo yechimini turli xil muhokamalar orqali topishadi. Va keyingisi, texnologik savodxonlik, ya'ni STEM darslari eng katta yutug'i shundan iboratki, STEM darslarida biz texnologiyadan, ya'ni interfaol doskalardan, kompyuterlardan, telefon, mobil qurilmalardan foydalanamiz. STEMlarni integratsiya qilish bo'yicha tavsiyalar nimalardan iborat? Birinchisi, darslarni bog'lash bo'yicha. Ikkinchisi, ya'ni darsimizda o'tadigan rejaga qarab biz integratsiya qilamiz. Keyingisi, fanlar aro bog'liqlikni amalga oshiramiz. Keyingisi, amaliy ko'nikmalarni rivojlantiramiz. STEM loyihalariga misollar keltirishimiz mumkin. Ya'ni biz tabiiy fanlarda o'quvchilarga turli xil loyihalar beramiz. Misol uchun, quyosh energiyasidan foydalanish mavzusida quyosh energiyasidan foydalanish turli xil tajribalar o'tkazishimiz mumkin. Yoki quyosh panelini kichik maketini yasatishimiz mumkin. Keyingisi, suvni tozalash tizimi bo'yicha loyiha ish berganimizda o'quvchilar suv filtrini yasashlari mumkin. Undan tashqari o'quvchilarga ekologik bilimlarni kengaytirish uchun bog'dorchilik va ekobog' loyihalarini berishimiz mumkin. Biz ushbu darslarda qanday resurslardan foydalanamiz? Albatta, birinchi navbatda STEM darslari uchun internet resurslari juda ham zarur. Keyingisi, laboratoriya uskunalari zarur va yana qo'shimcha turli xil o'sha maketlarimiz uchun qo'shimcha materiallar kerak bo'ladi. Biz ushbu darslarni to'laqonli, yaxshi va samarali o'tishimiz uchun o'qituvchilar uchun quyidagi maslahatlar berib o'tamiz. Birinchidan, o'qituvchi eng birinchi navbatda ilhomlantirish vazifasini bajarishi kerak. Ya'ni o'quvchilarga darsni qiziqarli va jarayonni to'laqonli tasvirlab bera oladigan motivator vazifasini bajaruvchi shaxs hisoblanadi. Ikkinchisi, qo'llab-quvvatlash. Ya'ni STEM darslari o'quvchilarning iqtidoriga qarab, ularning bilim va samarasini bilgan holda ularni qo'llab-quvvatlanadi. O'quvchilarga asosan ularga baho emas, iqtidoriga qarab rag'batlantirishlar
beriladi. Keyingisi yo'naltirish, ya'ni turli xil tajriba va loyihalar ustida ishlanganda o'qituvchi o'sha loyiha yuzasidan qanday loyiha beryapti? Ijodiymi, axborotlimi, ilmiymi? Ana shu loyihalarga qarab o'qituvchilarni yo'naltiradi. Keyingisi baholash. Baholashda o'quvchilarning iqtidori, bilimi, ko'nikmasi, malakasiga qarab rag'batlantirib boriladi. STEM ta'limining kelajagi nimani ko'rsatadi? Birinchi navbatda STEM ta'limi bugungi kunda innovatsiya va kasbiy faoliyatning eng yuqori bosqichi hisoblanadi. Chunki bugungi kunda ta'lim tizimida STEM ta'limi kelajakdagi kasblarni, ya'ni yangi kasblar yaratilishiga sabab bo'lib xizmat qiladi. Va so'nggi rejaga o'tadigan bo'lsak, STEM darslari bo'yicha qanday dars ishlanmalar qilishimiz mumkin? Birinchisi, ya'ni o'simliklarni o'sish va rivojlanishini biz hozir sizlarga STEM bo'yicha taqsimlab beraman. Birinchisi science, ya'ni o'simliklarning o'sish sharoitlarini o'rganish. Ikkinchisi texnologiyada raqamli kuzatuv dasturlari orqali o'simlikni o'sishini kuzatish. Injineringda mini issiqxona yaratish yoki tomchilab sug'orish tizimini yasash. Keyingisi art, o'simliklarning o'sish jarayonini chizish hamda loyihalash kiradi. Va matematikada o'quvchilar o'sha o'simlikning o'sish tezligini hisob-kitob qilishadi. Keyingi mavzumiz, ya'ni suvning holatlari va aylanishi. Saynsda suvning 3 xil holatini o'quvchilarga tushuntiriladi yoki ma'lumot to'plab kelish vazifa sifatida beriladi. Keyingisi texnologiya, ya'ni suvning siklini tushuntirish uchun o'quvchilar o'quvchilarga animatsion videolarni qo'yib berishadi. Ikkinchisi injineringda suv filtrini yasashni o'rgatishadi va artda o'sha yaratilgan modelni bezash ishlari amalga oshiriladi. Matematikada suvni miqdorini o'lchash haqida tushunchalar beriladi. Keyingisi quyosh energiyasi va issiqlik. Demak, saynsda quyosh energiyasining tabiiy muhitga ta'siri. Ikkinchisi texnologiyada quyosh panellari haqida umumiy videorolik. Keyingisi injineringda oddiy quyosh pechini yasash ko'nikmasi beriladi. Artda o'sha pechni turli xil san'at, ya'ni o'zining mahorati orqali bezash ishlari amalga oshiriladi. Matematikada, ya'ni issiqlik energiyasini hisoblash haqida tushunchalar beriladi. Ekologiya va chiqindilar mavzusi bo'yicha, ya'ni bu mavzuni eng muhim joyi aytib o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda ham o'sha science, texnologiya, injiniring bo'yicha, STEM bo'yicha taxlangan va bu yerda eng qiziq joyi shundan iboratki, bu yerda o'quvchilar ekologik parvarish qilish, ya'ni o'simliklarni qanday muhitda o'sishdan tashqari ekologik, ya'ni san'at, kreativlik haqida o'rganishadi. Ya'ni chiqindilardan, turli xil buyumlardan o'zlari narsalarni yasashni o'rganishadi. Misol uchun, u matematika qismida qayta ishlash, ya'ni statistika bilan tanishadi. San'at qismida esa o'sha qilingan, yasalgan narsaga turli xil bezak ishlarini amalga oshiradi. So'zimiz yakunida shuni aytib o'tamizki, tabiiy fanlarda STEM yondashuv asosida dars o'tish o'quvchilarning kreativligini, ijodkorligini va albatta nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashga va eng muhimi o'rganilgan bilimni hayotda qanchalik muhim ekanligini tushunishga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.